She'riy san'atlarimizni ma'nolari bilan qiziqsak, ya'ni qaysi tildan olingan va qanaqa ma'noni bildiradi. Birinchi she'riy san'atimiz bu ta'mir. Ta'mir arabcha so'zdan olingan bo'lib, nazar solmoq degan ma'noni bildiradi. Keyingi she'riy san'atimiz tashxis. Arab so'zdan olingan jonlantirish. Tashbih arab so'zdan olingan bu ham o'xshatish degan ma'noni bildiradi. Istiyora bu ham arabcha omonatga olish degan ma'noni bildiradi. Endi har birini alohida qisqa va lo'nda sodda tilda tushunib o'tamiz. Birinchi she'riy san'atimiz ta'mir. Ta'mir she'riy san'ati jaydari tilda tushuntirsak, qanaqa topiladi desa, ta'mir she'riy san'atida asar qahramonlari va o'tgan diniy ulamolar, payg'ambarlarning ismlari keladi. Eng muhim narsani bilishimiz kerak. Ta'mir deganda ismlar keladi. Yozuvchi, ya'ni shoirning ismidan tashqari. Asar qahramonlari, o'tmishdagi qahramonlar, diniy ulamolar, payg'ambarlarning ismlari kelsa, demak u ta'mir she'riy san'ati deb olinadi. Misrlarimizga qarasak, birinchisi Sulaymon saltanatlik podshosin, Masih anfoslik Yusuf liqosin. Berilgan misramizda, ya'ni baytimizda ta'mir she'riy san'atiga oid so'zlar. Birinchisi Sulaymon, bu payg'ambarning ismi bo'lganligi uchun ta'mir she'riy san'ati deb olamiz. Ikkinchi qatorimizda ham bor Masih, Yusuf degan so'zlarimiz. Ular ta'mir she'riy san'ati sifatida olinadi. Keyingi misramizda ham xuddi shunaqa solib borma meni ey Yusuf Husun bu kun Yaqubdek bayt ul hazanda. Albatta topganingizdek bu yerda Yusuf Husun, ya'ni keyingisi Yaqubdek payg'ambarlarning ismi kelgan. Bundan tashqari men majnunman, she'rim sen Layli degan she'rlarimiz ham bor. Bitta Majnun, Layli so'zlari kelgan. Ba'zi bir g'azallarimizda Farhod ismlari keladi, Vomid ismlari keladi. Ya'ni ta'mir topish eng zo'r usuli bu ism keladi. Keyingi she'riy san'atimiz tashxis. Tashxis bu insonga xos bo'lgan jismoniy va ruhiy holatlarni tabiat manzaralariga, jonzotlarga va borliqdagi narsa buyumlarga ko'chirish. Dehqonchasiga aytganda, insondagi xarakterlarni, harakatlarni jonsiz narsalarga ko'chiramiz. Masalan, jamoling vasfini qildim chamanda, qizardi gul uyatdin anjumanda. Ya'ni jamoling vasfini qildim chamanda, ya'ni chamanga kirib, yorning jamolini ta'riflavdim debdi. Gullar uyat din. Esinglarda qolsin, g'azallarda din qo'shimchasi tarjima qilib aytganimizda dan deb olinadi. Dan. Gullar uyatdan qizarib ketdi deydi. Endi bu tashxis she'riy san'ati. Gul uyatdan qizardi deyapti. Qoidaga ko'ra insonga xos xarakterda bizlar jonsiz narsaga ko'chirdi. Uyalish xarakterda. Keyingisi barg ostidan muloyim boqqan g'uncha, nesirni saqlagaysan, bag'ring necha tuguncha. Ushbu g'azalimizda tashxis she'riy san'ati muloyim boqqan g'uncha. Bunda g'uncha so'zimiz jonsiz narsa. Endi biz unga muloyimlikni olib kirdik. Muloyim insonni xarakterini muloyim boqqan g'uncha. Demak, bu yerda tashxis she'riy san'ati bor. Keyingi she'riy san'atimiz bu tashbih. Tashbih yuqorida aytganimizdek o'xshatish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ikki narsani bir-biriga o'xshatish, qisqa qilib aytganda. Misralarda go'yoki xuddi yangilar misoli, timsoli kabi, singari degan so'zlarimiz va bundan tashqari dek, day, vash, sifat, namo degan qo'shimchalarimiz kelsa, ular tashbihni vujudga keltiradi. Hammasini yozib o'tirmadim.
gapimdan eshitib yodlasalar bo'ladi. Endi misollarimizga qarasak. Ul sanam kim suv yoqosinda paridek o'ltirur, g'oyati nozikligidan suv bilan yutsa bo'lur dedi. Ya'ni ul sanam suv yoqosinda pariga o'xshab, ya'ni paridek o'tiribdi dedi. Ya'ni yorni u pariga o'xshatibdi. Demak, bu yerda tashbih she'riy san'ati bor. Ya'ni qaysi qo'shimcha yordamchisi dek. Bu yerda tek deb yozilgan, adabimizda ham tek deb yozilgan, balki imlolarga e'tibor berilmagan. G'oyati nozikligidan suv bilan qo'shib yutib yuborsang bo'ladi dedi. Keyingi qismimizda mubolag'a bor. Xo'p, bizga eng muhimi paridek o'xshatishni topmasak bo'ldi hozirgi tushunchamiz bo'yicha. Keyingisi oy yuzing nazzorasidan qolur ermish beynasib, oning uchun kechqurun har kunda yig'lar qon quyosh. Bizlar yuqorida o'tgan she'riy san'atimiz bor ekan bu yerda. Ya'ni bu yerda quyoshni qon yig'lashi. Qaysi she'riy san'at edi? Albatta, bu tashxis. Tashxis she'rlarimiz bor ekan. Endi bizlar bu yerdan tashbihni topamiz. Anglab turganingizdek, qaysi oy yuzing dedi. Oy yuzing yuzini oyga o'xshatyapti. Har doim ham bu dek, da qo'shimchalarimiz yoki go'yoki xuddi degan so'zlarimiz kelmasligi mumkin. Kelmasa ham biz o'xshatishni topib olishimiz kerak. Tushib qolish xususiyatiga ega bo'ladi. Yoki biz o'zimiz qo'yib yuborsak bo'ladi. Oydek yuzing. Oydek yuzing nazzorasidan qolur ermish beynasib dedi. Hop, keyingi she'riy san'atimizga o'tamiz. Keyingi she'riy san'atimiz bu istiyora. Dehqoncha aytganda ishora qilish. Shoir yori haqida g'azal yozayotganda yoki she'r yozayotganda qomating demaydi-da, uni o'rniga go'zal tarzda sarf degan so'zni ishlatadi. Sarf bu tik o'suvchi daraxt. Sarf g'azallarda yorni qomatiga ishora qiladi. Sarf desa biz qomatni tushunishimiz kerak. Ya'ni bu istiyora bo'ladi. Bir so'z boshqa so'zga ishora qiladi. Oy desa yuzga ishora qiladi yoki yori o'ziga ishora qilishi mumkin. U oy o'tliq yuzini ochsa, Navoiy tegmasin deb ko'z degan misrlarimiz bor. Gul degan so'zimiz ishora qilishi mumkin yorga. Lal degan so'zimiz, lal bu dunyodagi eng qimmatbaho qizil tosh. Anglab turganingizdek, u yorni labiga ishora qiladi. Dur oppoq bo'lgani uchun tishga ishora qiladi. Kamon qoshga ishora qiladi. O'q, kamon o'qi albatta kiprik bo'ladi. Ushbu so'zlar g'azallarimizda kelsa, bundan tashqari ham so'zlarimiz bor. Kelsa, istiyora she'riy san'ati deb olishimiz kerak va baytga yuzlanamiz. Bo'ying sari sanobardek beling qil. Bu qaysi san'at edi? Sanobardek. Albatta, tarkibida dek bo'lsa, hozir o'tganimiz tashbih. Bo'ying sarvi sanobardek beling qil. Mana biz ta'kidlab o'tgan sarf so'zi keldi. Bo'ying, ya'ni qomating sarf tarafga o'xshatilyapti. Bunda istiyora she'riy san'ati qo'llangan.